Telefonimni olib videoga olmayapman. Sababi telefon bera olmaydi. Ko'z bilan ko'rayotgan narsa. Taassurotli ana bombasi hammaga vohmali eshitiladi-yu. Men uchun atimda. Zo'rlikda hozir raqsga tushib olaman deymiz. Har safar ichariga kelganda har xil attraksionlarda uchib ko'rishga harakat qilamiz. Bu safar ana shunaqa attraksionlarda hozir uchib ko'ramiz. Bu attraksion hozir uzunligi umumiy 1300 metr ekan. Lekin gap yo'q, puliga arziydigan narsa ekan. Peshkom chiqilmas ekan, ya'ni piyoda, orqaga ham yo'l bor. Gap yo'q. Zo'r. Mazam? Mazza. Tushga arziydigan narsa ekan, foydalan. Ilhomiga qalay bo'ldi, taassurotlar qalay? Mazza qildinglarmi? Zo'r. Mazami? Mazza. Gap bo'lishiga emas. Hammaga tavsiya qilaman. Narx Toshkentnikidan arzon ekan, shunga qo'yib qoldim. 2100 metr balandlikda Allohning mo'jizasini sizlarga yozib ko'rsataman. Sonraki tabiat nima deydi? Miyaga sig'dira olmayapman. Sig'mayapti. Miyaga sig'mayapti. Mashalloh. Taassurot ilojiz aka hozir. Odam miyalar ochilib ketyapti. Aka, G'oyalar kelyapti yangi. Odamlar borda sohasini o'zgartiraveradi hadibda. Sal qiyinchilik kelib qolsa bosh sohaga o'tib ketadi-da. Shunaqa odamlarga nima deya olasiz? Sohangiz orqasidan mana shu yerga keldingiz, to'g'rimi? Aha. Biz sohamizga ham 12 yildan oshdi. O'zi kattalar aytadi, bitta biznesni gullab yashnasi 7 yildan keyin boshlanadi deydi. Sabr kerak bo'ladi. Taassurotlar qanaqa aka? Taassurotlar to'g'risi juda ham zo'r. Taassurotlar juda ham zo'r. Mana biz mana shu sohamizda ishlayotganimizga 13 yildan oshgan bo'lsa, mana 13 yil deganda endi mana shunaqa katta safarlarga chiqib, tabiatlarni ko'rib aylanyapmiz sekin-sekin. Avvalambor bu hammasi Allohning fazli. Endi sohamizda ham qisman shunga sababchi bo'lib qoldi. Shu kelishimizga Klimadens jamoasiga alohida kattakon rahmat. Shunchalik tashkillashtirib, yo'l yo'ruvlarini ko'rsatib, o'rgatib bizga hammaligiga rahmat deb qolaman. Telefonimni olib videoga olmayapman. Sababi telefon bera olmaydi. Ko'z bilan ko'rayotgan narsa. Ochilgan. Tabiat nima deydi aka? Zo'r, nozik. Ko'rib turganimiz o'zi bunday joy hammamiz kelib nasib qilsa iloyim. Ota-onamiz bilan, uylar bilan. Hozir biz Shvetsariyaning Lutsern shahriga kelib oldik. Endi bu yerda sayohatimizni yana davom ettiramiz. Kemaga chiqib oldik. Endi kemada sayr qilamiz. Hamkorimiz Klimadens kompaniyasiga katta rahmat aytamiz. Shunaqa chiroyli joylarga olib kelib, shunaqa aylantirib dam olib yurishibdi, charchoqlar chiqib, yana ham ishga bo'lgan, уже keyingi yil kelishga bo'lgan ishtiyoq tikka chiqdi. Sonraki Nadi? taassurotlar qanaqa aka? Taassurotlar ana bombasi hammaga vohmali eshitiladi-yu. Men uchun atimda. Ha, uchun atim. Taassurotlar qanaqa aka? Taassurotlar juda zo'r, tasvirlab bo'lmaydi.
maza qiladi. Birinchi navbatda jamoa qanaqa aka, yoqdimi sizga? Jamoa juda ahil. Hech qanaqa shu kungacha hali bir marta muammo bo'lmadi. 7 kun, 6 kunmi, 2 kun bo'ldi adashmasam. Hali bir marta birovga ortiqcha gapirganini bilmadik. O'rtoqlar, birinchi golga keldik. Bu yoqda Xudo xolasa hamkorlar bilan to'y qilganmiz. Boisi esa Davud aka Xudo xolasa mana. Qanaqa ovqat qilib berasiz Davud aka? Dimlama qildik. Dimlamami? Dimlama qildik. Xudo xolasa pishdi, ko'rsatsizmi? Inshaalloh o'zingiz ochib ko'rsatib berasiz endi aka. Bo'ldi, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Dasturxonlarimiz ham tayyor. Aka ochamizmi? Ochamiz aka, bismillah. Ani bismillah. Vay. Manzarani ko'rsin. Bu manzarada mana shunaqa birinchi qo'lida hamkorlar bilan mana shunaqa piknik qilamiz. Mana kuyovni osh keldi. Ana qudaligi. Bismillah. Sinek. Tezden koymadı geldi. Atmosfera başladı. Farhod aka, asara nima deydi? Ha? Bunaqasi eng kattasi shu bo'lsa shekilli sharcharanchida. Shu saralanchidami? Qanaqa? O'zgacha? Boshqacha, vaqti boshqacha. Damla qalay bo'lyapti aka? Allohning mo'jizasi. Yaxshi, zo'r. Yaxshi. Har qanaqa sharsaralarni ko'rdik. Hisoblaydigan bo'lsa bu top nechtaliga kiradi? To'pni Ha. birda turibdi. Eng zo'ri? Eng zo'ri hissiyotni gapirib bo'lmaydi buni. Kelib ko'rish kerak. Ta'riflashingiz ilojiz. Buning uchun nima qilish kerak? Kelib ko'rish. Clemens bilan hamkorlik qilish kerak. Harakat Xudo qilish kerak. xolasa, bunaqa joylarda kelib hissiyotlarni ulashishligi mumkin, ko'rishligi mumkin. Rahmat. Shvetsariyada navbatdagi kunni ham boshlab oldik. Xohlasa mana ertalabdan Rot xorin cho'qqisiga chiqamiz. Xohlasa sizlar ko'rsatgan cho'qqiga qarab poyezdda chiqamiz.
dengiz sathidan 2700 metr tepada turibmiz. Atrofni ko'rib, baho berib, havas qilib niyat qilsanglar bo'ladi. Qanaqa qilib degan savol tug'ilsa, bitta gap bor. Tez yurmoqchi bo'lsang, yolg'iz yur. Uzoqqa bormoqchi bo'lsang, birgalashib yur. Birgalikda, ahillikda kelishishni juda katta gap. Hamkorlar bilan, hamkasblar bilan, o'zini ishini ustasi, so'zasini biladigan tadbirkorlar bilan birgalikda harakatlandik. Shu cho'qqiga ko'pchiliklashib chiqdik. Bundan keyingilarga ham chiqish nasib qilsa, birlikda emas, ko'plikda gap ko'p. Mana Klimadens bilan hamkorlik qilganimizga mana ancha yillar bo'ldi. Juda ham taassurotlar boshqacha, har safar chiqqanda boshqacha taassurot bilan ketamiz. Tashkillashtirish ham juda ham zo'r. Ayniqsa mana ovqatlarigacha alohida e'tibor bilan harakat qilishgan. Hammasiga rahmat, ishlariga omad. Shvetsariyani eng baland cho'qqilaridan bittasida turibmiz, Alp tog'larida. Havosi ham hozir shunaqangi toza havoki, o'pkalarimizni ochib yuboryapti. Bu hissiyotni bizlar bilan ulashgan hamkorimiz Klimadensga kattakon rahmat deymiz. Shunaqa hissiyot, shunaqa vibe, shunaqa adrenalin oldik. Shu tog' cho'qqisida turibmiz. Xudo xohlasa mana shu Klimadens jamoasi bilan mana Yevropa safarlariga birga keldik. Yevropani Italiya, mana Shvetsariya, endi Germaniya safarimiz turibdi. Shuni mazza qilib yaxshi jamoa bilan safar qilyapmiz. Bunaqa safarlardan ko'p bo'lsin. Yaxshi insonlar bilan tanishdik aka. Rahmat, shunchalik shartlarga olib kelishganiga ming rahmat. Hammalar sog' salomat bo'lsin.